Assalomu alaykum, Sherzod Anvarovich. Va alaykum assalom. Men Baruzda bezovta qildim. Menga kitob o'qigin deb tavsiya qildingiz. O'qidingizmi? Bitta muammo bor. Nima? Nimagadir kitob o'qisam, uyqum kelyapti. Kitob desam, hozirdan uyqum kelyapti. Siz kofe ichib o'qing. Unaqa ham qildim. Nimagadir kofe ichsam, ko'zimga nimadir tiqilgandek bo'lyapti. Ko'zimga Achilgandek bo'lyapti. ha. Siz o'sha stakandan qoshiqchani olib, bir chekka qo'yib qo'yib, keyin kofeni ichib kitob o'qing. Shu xayolingizga kelmagan. Bugun shunaqa qilib ko'raman. O'qing, stakandan qoshiqcha olmay, keyin o'qiyman. O'qing, rahmat. Assalomu alaykum. Siz meni ko'rmayapsiz-ku. Qanday ulam shov-shuv ekanligini bilyapsiz. Ko'rmasam ham qalb ko'zlarim ochiq-ku. O'rtoqlar, birgina kitobning insoniyatga qanchalik foydasi borligini sezyapsizmi? Ko'ryapsizmi? Mening ham ko'zlarim endi ochildi. Kitob o'qiyman. Siz ham o'qing. Oradagi kitob jimjitlik deb nomlanadi. O'zim ham mana ko'rib turganimizdek sokin va tinch joy. Bu yer qanaqa joy ekan deb hayron bo'layotgandirsiz. Bu yer Surxondaryo viloyati Termiz shahrida joylashgan, ko'zi ojizlar uchun maxsus qurilgan hamma sharoitlarga ega zamonaviy kutubxona bo'ladi. Ha, qarang, kutubxonada hamma kitoblar. Assalomu alaykum. Assalom. Keling, aka. Telefondan o'sha o'yinni qilib uyda ko'zlarim shunday to'la qilib olib ketyapti-da. O'rtoqlarim aytadiki, shu kitob o'qisang, ko'zing ravshan bo'ladi. Kitob ko'zingni charchatmaydi, ko'zingga massaj bo'ladi, deb shu gap to'g'rimi? Juda ham nafaqat massaj bo'ladi, kitob ko'zingga nur bo'ladi, belingga quvvat bo'ladi, aqling tetiklashadi. Qancha ko'p kitob o'qisa, insonning aqli shuncha butun bo'ladi. Men sizga kitob o'qishni tavsiya qilaman. Misol uchun mana shu kitobni o'qing. Jimjitlik. Hey, qaydaqa jimjitlik romani-ku bu? Xuddi o'zi jimjitlik romani. Ochib askiya saytga. Ana Ish qilib bo'lib o'qisam yana jim bo'lib qolmayman. tinch va sokin joyda jim o'tirib o'qisangiz, ancha narsalarni tushunasiz. Men tavsiya qilaman, o'qing. Mana shu kitobni o'qib chiqing. Alo, Haydar akama qaytchi degan kitobim bormi sizda? Yo'q, unaqa kitob yo'q bizda. Bizda mana erta qaytgan turnalar bor. Bizda mana Alisher Navoiyning tomlari bor. Mana tarix ko'zgusigan kitoblarimiz. Okey. Buning ichida qani harflari yo'q-ku? Harflari yo'qmi? Yo'q, nimani o'qiyman, ekansiz-ku. Men kulga yo'qman, nima deyapsiz? Ana qarang, bu oddiy kitob emas. Mana bu ko'ryapsizmi bo'rtlar? Mana shu bo'rtib turgan narsa, mana shu harf. Mana shu. Bu ko'zi ojizlar uchun chiqarilgan kitob. Ya'ni Braille alifbosida chiqarilgan kitob. Shunaqa deysizmi? Bizda nafaqat ko'radiganlar, balki ko'zi ojizlar uchun ham barcha sharoitlar yaratilgan. Kutubxona yoqdimi? Shunaqa shinamgina kutubxonani birinchi ko'rishim mana. Agar sizga oddiy alifboda yoziladigan kitoblar kerak bo'lsa, narigi bo'limda o'sha o'qisangiz, bu yoqdan sizga o'zingiz xohlagan kitobni olib berishadi. Bo'lmasa men bora qolay aka. Bu Qiziqib qo'yyapsiz. Ko'chadan beri kelmaydigan yigitga o'xshaysiz-a? Endi mayli, lekin endi telefon o'ynamayman. Kitob o'qiyman. O'qiysizmi? Kitob o'qiyman. Barakalla. O'qing, o'rganing, izlaning. Azizlar, kitob bizning do'stimiz. Kitob bizga beminnat maslahatchi, kitob bizga beminnat yordamchi. Kitob bizga hech qanday pul olmasdan maslahatlar beradi va yo'l ko'rsatadi. Barchangizga ilm yo'lida shijoat tilayman.